bir ozmasam bo'lmay ketdi. Kecha dedi, ikkinchi etajga stupenkada chiqishga xonsirab o'lib qolay dedim. Ozish kerak. Ikkinchi etajga chiqqan, nimaga chiqqan desa, ziyofatni yegani chiqqan. Rosa yeydi. Demak, o'sha vazning yengillab, qonning kirib, figuring to'g'ri bo'lishlik faqat tilingda seni. Amalingda yo'qligi uchun yuribsan sevar 120 kilo bo'lib. Endi bu ves masalasida yana bitta narsani aytib qo'yishim kerak. Biz mana bu g'arblilarga o'xshab turib, hadeb taroziga chiqib monchaga tushishim kerak, bo'yim moncha ekan, vesi moncha bo'lish kerak deb ular aytayotgan shablonga tushmaymiz. Yigitlar yeylar, yaxshi yeylar, qorin bilan bel chiqmasa bo'ldi. Ya'ni to'sh, yelka mashinada bo'lib ketsin. Zo'r bu. Nabiy sallallohu alayhi vasallam qorin qo'yganda yomon ko'rganlar. Bizi birodarlar, biz musulmonmiz. Bizni shariat bergan o'lchov tushuncha bilan yashashimiz kerak. Kelishdik-a? Endi yedingizmi? Uni hazm qilib ishlab eritib yoradigan ishda bo'lsa yeng. Beton qo'yasiz, g'isht qo'yasiz, tolada bir ketmon chopasiz, yeng. Endi mashinangiz avtomat daji. Skoroskga ham urib qiylanmaysiz. Endi sal ozroq yeng bo'lsa.